Eronda Amerika elchixonasi asir olinganidan xabaringiz bormi? O'zbekistonlik bloger sobiq elchixonaga borib, maxsus ko'rsatuv tayyorladi. Yani odam xijolat bo'ladi. Rasm tushishi ham qo'poladi, lekin Amerika menga viza bermay qo'yishi mumkin edi. Lekin biz bor haqiqatni ko'rsatamiz, reportaj qilamiz. Erondagi islom inqilobidan keyin AQSh elchixonasi va u yerda joylashgan 66 diplomat olomon tomonidan qo'lga olingandi. Bosib olish Eronning yangi islom hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Men Eronga amalga oshirgan safarim davomida ayni elchixona binosini ko'rishga qaror qildim. Eronlik rassomlar panjaralarga turli suratlarni chizishgan ekan. Effektni kuchaytirish uchun g'isht panjarasi bosh suyaklari bilan qoplangan. Suratga olishimizga qarshiliklar bo'ldi. Biz yashirincha ta'sirga tushirdik. Muzey zinalardan chiqar ekanmiz, yerga tashlanayotgan bomba suratlariga ko'zimiz tushdi. Elchixonadagi bir nechta xonalarda turli xil kriptografik mashinalar, kompyuterlar va radiostansiyalar namoyish etilgan kompyuter xonalari mavjud. Eronda Amerika elchixonasi asir olinganidan xabaringiz bormi? 1979-yilning 4-noyabrida Erondagi islom inqilobidan keyin AQSh elchixonasi va u yerda joylashgan 66 diplomat olomon tomonidan qo'lga olingandi. Bosib olish Eronning yangi islom hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Men Eronga amalga oshirgan safarim davomida ayni elchixona binosini ko'rishga qaror qildim. Tehron bo'ylab yurib, maskanni topdik. Shaharning har bir nuqtasida Eron armiyasining qahramonlari tasvirlari o'rin olgan ekan. Elchixonaga yetib keldik. Eronlik rassomlar panjaralarga turli suratlarni chizishgan ekan. Effektni kuchaytirish uchun g'isht panjarasi bosh suyaklari bilan qoplangan. Shunday qilib biz Tehron sobiq Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasiga keldik. Men bundan bir necha yillar oldin real hayotga asoslangan o'sha elchixona xodimlarining qochishi haqidagi kinosini ko'rganman va mana bugun o'z ko'zim bilan endi Amerika elchixonasiga tashrif buyurdik. Bu endi sobiq elchixona va bugun bu muzeyga aylantirilgan. Suratga olishimizga qarshiliklar bo'ldi. Biz yashirincha ta'sirga tushirdik. Muzey markazida Amerika bayrog'i o'rin olgan. Qanday ifoda olsin? Ozodlik haykalini ham boshqacha qilib tasvirlashgan ekan. 1979-yildan 1981-yilgacha AQSh-Eron munosabatlaridagi diplomatik inqiroz Amerika diplomatlarini qurolli reyd orqali ozod qilishga urinish muvaffaqiyatsiz tugaydi. Garovga olinganlar Ronald Reaganning inauguratsiyasi kuni 1981-yil 20-yanvarda muzokaralardan so'ng ozod qilingan. Bu holat Eron va AQSh o'rtasidagi diplomatik munosabatlarning to'liq uzilishiga olib keldi va 1980-yilgi saylovlarda o'sha paytdagi prezident Jimmy Carterning mag'lubiyatiga hissa qo'shgan. 1979-yil boshida Eronda islom inqilobi sodir bo'ldi. Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy mamlakatni tark etdi va hokimiyat Eron muvaqqat hukumati qo'liga o'tdi. 1979-yil 4-noyabrda Musulmon talabalar tashkiloti AQShning Tehrondagi elchixonasini egallab oladi. 66 nafar amerikalik diplomatlik xodim garovga olingan, 6 amerikalik diplomat qo'lga tushishdan qochishga muvaffaq bo'ldi va Kanada diplomatlari yordamida keyinchalik yashirincha Erondan chiqarib yuborildi.
Garovga olinganlar evaziga AQShga qochgan Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy so'ralgan ekan. Bugun ayni elchixona ayg'oqchilik namunasi sifatida e'tirof etilgan bo'lib, muzeyga aylantirilgan. Muzey zinalaridan chiqar ekanmiz, yerga tashlanayotgan bomba suratlariga ko'zimiz tushdi. Они полчаса ждали, потом это чиновники, которые работали в Америкосе, посольстве, они сами открыли дверь. Я этот фильм смотрел. Да, очень стройно, видишь? Говорят, как это сейф. Ну, это как сейф, да, тоже правильно. Как этот бомбоубежище. Uzun 2 qavatli qizil g'ishtli bino 1948-yilda ishlab chiqilgan va 1940-yillardagi Amerika maktab binolarini eslatadi. Eron elchixonasidagi so'nggi amerikalik 1981-yil oxirida qo'yib yuborilgan va o'shandan beri 1940-yillarda qurilgan monumental bino Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi uchun o'quv bazasiga aylangan. Undan bir qancha yoshlar va diniy tashkilotlar ham joylashgan bo'lib, 2017-yilda muzey tashkil etilgan ekan. Assalomu alaykum. Yordamlashma. Muzeyda sobiq elchi va oddiy xodimlarning kabinetlari joylashgan. Foye, yo'lak va devorlar turli targ'ibot materiallari bilan qoplangan. Masalan, Parijdagi Charles Hebdo ofisiga qilingan teraktdan keyin Eronning amaldagi diniy yetakchisi Ali Xomoniyning Yevropa va Shimoliy Amerika yoshlariga yozgan ochiq maktubi ham o'rin olgan. Shuningdek, voqealar xronologiyasi xususida ma'lumotlarga ham ko'zim tushdi. О, смотри. Maxsus muzokaralar oynali xonada olib borilgan ekan. Bu muloqot tinglashni oldini olishga qaratilgan chora deydi hamrohlarim. O'sha vaqtda elchixona xodimlari tomonidan ishlatilgan kompyuter va boshqa uskunalar ham shundayligicha saqlangan ekan. Muzeyda Eron tarixiga oid boshqa suratlarni guvohi bo'ldik. Turli davrlarda turli xalqlarga yetakchilik qilgan liderlar suratlari ham bor ekan. Masalan, Mao Zedong yoki Gandhi, Afg'onistonlik fuqarolik urushi qahramonlaridan biri tojiklar lideri Ahmad Shoh Mas'udning surati ham yuqori qismga ilinganligi guvohi bo'ldik. Это тоже друг был Ирана, да? Это получается друзья Ирана, этот здесь. Это по нему. Это их фото, которые есть в этом зале. Это характеры освободили цивилизацию от либерализма. Всё понятно. Пример особенно вот его. Ты знаешь его, да? Ну, конечно. Кто такой? Глава Хамаса был. Я сказал, он супергерой. Ну, его... Одну ошибку совершил, освободил весь Ближний Восток. Палестину разрушил, Ливан разрушил, Сирию Асад победил, вернулись война. Просто за его ошибку. Фидель Кастро, Че Гевара, Чавес, Симон Боливар, Мао Цзэдунг, Ганди, Махамад Ганди, Хамид Кари.
Это студенты, которые когда захватили посольство Америки, Elchixonaga bosqin davomida turli hujjatlar yo'q qilinishi urinishi bo'lgan. Talabalar esa yirtilgan qog'ozlarni qayta tiklab, ayg'oqchilikka oid qimmatli hujjatlarni tiklashgan ekan. Kleyit. клеили, да, прочитали документы. Elchixonadagi bosqin davomida talabalar orasida bir qiz tarjimonlik bilan shug'ullanadi. U bugun Eron hukumatida faoliyat yuritar ekan. Она вообще она играла важную роль переводчиком английского языка. Сейчас он зам президента Ирана. Ana. Да, она. Масуме Текан. Ее зовут. Она сейчас работает в Иране, государстве, да, получается? Да, известная женщина. Muzeyda elchixonaning ichki makonlari, mebellari, jihozlari, hatto turli hujjatlari saqlanib qolgan. Ko'rgazmalar orasida turli xil saqlash vositalari mavjud. Elchixonadagi bir nechta xonalarda turli xil kriptografik mashinalar, kompyuterlar va radiostansiyalar namoyish etilgan kompyuter xonalari mavjud. ...1980-yildan beri Eron va AQSh o'rtasidagi diplomatik aloqalar uzilgan. Bugun eronliklar Amerika elchixonasini josuslik va yovuzlik namunasi sifatida ko'rsatishadi. Tehrondagi o'sha sobiq Amerika elchixonasi va hozirgi kunda Eronda mana shunaqa rasmlar qo'yilgan. Endi odam xijolat bo'ladi. Rasmni tushishi ham qo'poladi. Amerika menga viza bermay qo'yishi mumkin edi. Lekin biz bor haqiqatni ko'rsatamiz, reportaj qilamiz. Mana shunaqa gaplar. Avval xabar berganimdek, men O'zbekistondan Eron va Yaqin Sharq davlatlari tomon safarga otlandim. Safar oldidan mablag' yetmay, o'z mashinam Chevrolet Tracker'ni sotishga to'g'ri keldi. Maqsadimiz aniq. Bir vaqtlar Amir Temur davlati tarkibiga kirgan yerlarni borib ko'rish, Afg'on va Fors yurtida dafn etilgan buyuk ajdodlarimiz qabrlarini ziyorat qilish, ular haqida ilk bor ko'rsatuv tayyorlab, xalqimizga ko'rsatishdan iborat. Safarimiz davom etadi.